Assalomu alaykum qadrli Instagram kuzatuvchilari. Hozir sizlarga bitta Qabadiyon nohiyasida estrada yorqin yulduzlardan 8-mart bayramlaringiz bilan kelayotgan bayramlaringiz bilan shu yilning hammasi siz uchun shu qolib qo'yib qo'ydim. Assalomu alaykum jonkalar. Qandaysizlar, zo'rmisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Qanajoninglar sog'mi? Xo'p, rahmat shuncha hurmat, izzat uchun. Alloh rozi bo'lsin. Bizni tabriklagani ketdi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan. Va jonkalar, sizlarni mana shu kirib kelayotgan bahoriy kayfiyat, shu bahorda qancha shu bayramlari bo'lsa tabriklaymiz. Asosan 8-mart xotin-qizlar bayrami. Ya'ni onalarimiz bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman jonkalar. To'y-po'y bo'lsa yana xabar qilinglar, yana o'ynaymiz. Qarang Gulmira opa, sizga bitta juda narsani olib borda, sizga savolim bor. Bizni YouTube kanalga shu obunachilarga qiziq bo'lgan intervyu chiqaramizmi siz haqingizda? Ya'ni mendan intervyu. Ha. Mayli. Ko'pincha lekin u yerda har xil savol bo'ladi, lekin rozi bo'lsangiz lekin. Masalan, qanday? Shaxsiyat yoki jiddiy shaxsiy hayot to'g'risida? Shunaymi? Hayotingiz to'g'risida ketadi-ku. Mayli. Faqat haqiqatmi? Faqat haqiqat. Nima uchun bunday onoda jurasiz? Nima uchun milliy kiyimda emas? Shunday bo'yicha intervyu ketadi. Qachon nasib bo'lsa? Hurmatli obunachilar, agar sizlarga shu intervyu kerak bo'lsa, bizga mana shu kommentariyaga o'z fikringizni bildirib qoldiring. Albatta biz mana shu kontentni sizlarga havola etamiz. Bitta intervyuga berishingiz qancha? $15,000 deyaptimi shu? Meni intervyu berishim $15,000 emas, $25,000. 2025 ga narx-navo ko'tarilganda. Hay, endi hamma ham mana produktlarda ham narx-navosi ko'tarilib ketyapti, biz ham narximiz ko'tariladi. Endi, конечно. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Hurmatli akalar, mana intervyu uchun $25,000 deyapti. Agar mana shuni birorta reklama qiluvchi akalarimiz bo'lsa, bizga aloqa oching, mana shuni $15,000 ni qoplab bersa, biz albatta kanalda reklama qilib beramiz shu firmani. Nima deysiz? Kutamiz jonkalar. Like, kommentariyani gaziga papalam qilib bosinglar. Optimga hisoblab.